Yo bari hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Zeytulan Uzbekan do'stlar. Qalaysiz do'stlar? Bugun videomizga xullas qiziqarli video bo'ladi. Shuning uchun video oxirigacha ko'ringlar. Bizda do'stlar fermachilik chiqishimiz kerak, chunki ishlarni qilmasak vaqtida bo'lmaydi. Shuning uchun davay ko'chaga chiqamiz. Zeytilda ko'chasi kerakda. O, salom. Zeytil qalaysan, o'zimsan? O, Zeytulan qalaysan, o'zimsan, yaxshimisan? Da biz yaxshimiz. Yo, qalaysan, Zeytulan yaxshimisan? Da Zeytil yaxshimisan, kelashi. Fermachi isdan quvadi keyin gaplashaveramiz, xo'p? Xo'p. Mayli. O, salom. Xullas do'stlar, kartoshkalarni olishimiz kerak. Mana kartoshkalar. Bitta chirigan chiqdi, mayli. Juda ko'p chiqmaydi degan umiddaman. Ikkinchi qator kartoshkalarda. Va bilan olamiz va qaytarib ekib chiqishimiz kerak. Shunda o'sib chiqadi. Xo'p, bu yerni kartoshkani olishimiz kerak. Boshqa chirigan chiqmasin. Qani, necha do'stlar, bittadan chiqdi yana. Chiqsa yo'q. Endi bu yerda sabzilarni olishimiz kerak do'stlar. O'zingizlar nima gap do'stlar, mana yana yangi video qildik va bularni ekamiz. Va buni ekdik, endi bu yoqqa ham ekib chiqamiz. Va oxirgi ekish va bo'ldi. Endi bularni meriga olib borib berish kerak. O, Zeytillar, nima gap o'zi qishloqlarda? Qishlog'imizda nima gap? Kelachi, mer bor-ku men. Janob mermi? Dasa, xullas o'zgarib qo'ygan. Qanaqasi o'zgarib qo'ygan bo'lishi mumkin? Xullas, u telefonda har doim qanaqa odamlar gaplashadi qishloq haqida. Biza kirsak, g'alati bo'lib qoladi. Senga seni oldiga borib tekshirib ko'rganda, agar g'alati bo'lsa, uni kuzatamiz kechqurun. Bo'pti, Zeytil mayli. Xo'p, mer o'zgarib qo'ygan dotdi. Mana janob beram video o'tiribdi. Tak, javob berish mumkinmi? Da, kelur. Assalomu alaykum janob mer. Alaykum assalom. Sabzat olib keldingmi? Da, janob mer, mana yana har doim joyiga qo'yib qo'ydim. Yaxshi, bunda ketsang mumkin. O'zim chaqiraman, ish bo'lsa. Bo'pti janob mer, o'z yaxshi o'tiring. Xo'p. O'zgargan uncha bilinmadi, hozir tekshirib ko'ramiz. Kimlar gaplashmasmikan? Qani? Xos ketdimi? Da ketdi endi. O'zi ham qilyapti-ku. Alo. Esdama. Oldin hech kim kuzatmayapti, yaxshi. Xullas, qishloqni yo'q qilishga hamma narsalarni tayyorlab qo'ydim. Tayyorlab qo'ymadim, ya'ni qattiq portlatishni o'zim taxmin qilib ko'rdim. Xullas, quduqni oldin portlatsak, tepa binoni uy ham portlab ketadi va qishloqni yo'q qilishga imkonimizda ko'proq bo'ladi. Xo'p. Yo'q, do'stlar, esingizlar. Mer nimanidir rejalashtiryapti. O, Zeytil, men merni eshitib ko'rdim. Nima bo'ldi? Kimlarga gaplashdim yana? Da oynasidan eshitib o'tirdim-da. Xullas, u qishloqni yo'q qilmoqchi. Nima? Bo'lishi mumkin emas lekin. Qishloqni yo'q qilmoqchi degan. Bo'lmasa men bitta sayt bor-da, pulli sayt, shuni sotib olganman. Unda har xil qirollarni xullas zakaz qilaman va merni va uni xullas sodam kelsa, shuni ham yo'q qilishimiz kerak. Merni yaxshilab kuzatdik hozircha. Uyimga borganda sotda men seni kutib o'tiraman va zakaz qilamiz. Shunga qarab, nima qilar yaxshiligini ham taxmin qilishimiz kerak. Bo'pti, bo'lmasa hozir uyingga boraman. Do'stlar, Zeytil oldi borishdan oldin men bu qo'limdagi bu narsalarni men kartoshkani olib qolishim kerak. Chunki achib ketgan va mana bu yetmani nima qo'yib qo'yaman va Zeytil uyga ketdik. Svet o'chirib qo'ydi, yana energiya ketmasin, mayli. Va Zeytil oldiga kiramiz. Mas to'lib deb qo'snim. Zeytil keldim. Xullas, bo'lmasa zakaz qilib qo'ydim o'zi. Yarim soatda kelar ekan, xo'pmi? Xo'p, men sitda o'tirib turaman, Zeytil.
Mayli, nima deb o'ylaysan? Kelib qoldimi-ki? Da keldi, menga SMS keldi. Bor va olib kel. Anaqa pulni qatdan topding? Kartamni ko'paydi-da. Mayli. Xullas, masjidga kelgan bo'lish kerak. Libi joyidan kelishi mumkin. U ana bitta ziti turibdi, sen oldi borib ko'rishimiz kerak. Da. Buyurtmachi kerak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sirda ko'rdi ayting. Qanaqa sirda ko'rdi? Hazillashdim. Xullas qilallaringdan olib keldim. Siz zakaz qilgan yilicha. Mayli, rahmat. Lekin bilib qo'ying, odamlarga zaryad kerak emas. Da, bildim. Bo'pti, rahmat. Bo'pti. Tak, do'stlarimiz qiladan oldik lekin uni zitida ko'rish kerak emas. Qo'sni. Bo'l, oldim. Oldingmi? Qanaqa qilar ekan? Men o'zi zakaz qilib yaxshi qilardim bering deb. Qani, u bo'tda Glock va u avtomat. Ajoyib. Endi kechqurun anaqa chiqamizmi? Damchi kechqurun chiqqanimiz yaxshiroq bo'ladi. Chunki hozir zitida yuribdi. To'g'ri aytasan. Bo'lmasa, hali kechira oldimki, keyin merla bilan qilamiz. Bo'pti. Mer oldiga bir borib kelingchi. Zitir, mer uydami? Uyda, faqat qanaqadir g'alati odam keldi oldiga. Qanaqa g'alati odam? Biz qarab ko'ramiz. Melisami? Janob mer kirishi mumkinmi? Kiraver. Bu kim? Bumi ben o'rtog'im kelajak. Mehmon bo'lib kelibdi. Mehmon bo'lib kelibdimi? Buni ketishim mumkin. Bo'ldi, rahmat. Mer. Do'stlar ko'rdinglarmi qanaqadir? Melisami bizning qishloqda? Melis nima qiladi va Merli ham hech qanaqa Melis o'rtog'i yo'q. Mayli, kech bo'lsincha keyin ko'ramiz. Mayli, pastda o'tirib turaman, ketishini kutib. Janob mer kelajak yaxshi ham bilib qolmadi voy kelganda. Da bilib qolmadi. Endi reja bo'yicha chiqsa bo'ladi-ya. Da. Qishloqga atrofiga bomba qo'y. Bo'lmasa hozir zitida hech kim hozir bizdan kimni kuzatayotgan bo'lsa ham mumkin. Sen tez harakat qil. Bo'lmasa hozir kech bo'lishi mumkin. Hozir bombalarni qo'ysangiz portlatib va zitida ko'cha chiqadi va bizga qora to'xtadi va ba'zingga olib ketamiz. Maylimi? Da, javob ber, okey. Zitir bo'ldi, chiqsa bo'ladi. Bo'lmasa hozir chiqsa bo'ladi. Ko'rdingmi sen? Mer chiqqanga o'xshaydi. Ketdik oldiga. Zitir o'shatda mer bilan Melisa turibdi. Men hujum boshlaymizmi yana? Quduq portlatib olmasin originaliga. Da, to'g'ri aytasan. Hozir men pistoletni guz yedirib bor ekan, otganim esmaydi. Da, yaxshi g'oya. Men shu yerda kutib turaman, yana meni ko'rib qolmasin. Da, yaxshi. Sekin ketdim, mo'ljalga olaydi. Da, meram va politsiyachi ham turibdi. Politsiyachi emas, kiyimni kiyib olgan chog'i. Xullas, politsiyachini birinchi o'ldirishim kerak. Hozir otsam, birdaniga men qochib ketmasmikan? Yaqinroq o'tamiz va otaman. 1, 2, 3. Yaxshi o'ldi. Nima bo'pti? Albomni portlatishim kerak. Ulgurdim. Va hamma eshitdi va hozir hamma zitida kelsa kerak. Tushunmadim, mana bo'pti. Ne o'q olganimni eshitdim. Zitida xullas. Ana mer bor-ku. Da, o'zi kecha g'alati yuruvdi. Va seni o'ldirdimmi? Nima o'ldirasan? Anaqa. Nima qilmoqchi edi o'zi u? Nima bu? Bombalarmi? Da, u qishloqni portlatib olmoqchi edi. Va titrey qo'ygan zitlarni olib, o'zini anaqasi olib ketmoqchi edi. Bitta Melisani kiyib olgan odam buni. Bunda yaxshi qilibsan. Zitida ishlanadi, bu yaxshi qilibdi. Do'stim, zo'r qilding, gap yo'q. Anaqa. Endi Merli ham bitta odam bo'lsa-chi? Nima unaqa deb o'ylamayman. Aniq Merli umuman odam yo'q. Bunda mayli. Endi hamma uyga va dam olamiz. Bo'pti. Bo'pti Zidir.
Yo'q, hammasi pachava. Mer va soxta politsiyachi o'ldi. Lekin mayli, men tirikman va bilaman borligimni ham bilmaydi. Qizlarni endi men yo'q qilaman.